30-40 sotik yoki undan ham ko'p bo'lgan yerni egallab olgan bo'lsangiz, ushbu yer maydonlarining barchasiga egalik huquqi e'tirof etiladimi yoki yo'q? Ushbu haqda batafsil tushuntirib beraman. Undan oldin sahifamizga obuna bo'lishni hamda videoga like bosishni unutmang. Agarda siz o'zboshimchalik bilan egallab olgan yer joyi tegishli haddod ishlari natijasiga ko'ra barcha shu komissiya a'zolari ijobiy xulosa bergan bo'lsa, demak ushbu egalik huquqi e'tirof etilishi kerak bo'lgan yer maydonining chegaralari mavjud, qonunda belgilab ketilgan. Agarda siz o'zboshimchalik bilan egallab olgan yer maydoningiz Toshkent shahar, Nukus yoki viloyat markazlarida joylashgan bo'lsa va siz egallab olgan yil davri 2018-yil 1-mayga qadar 98-yil 1-iyuldan keyin bo'lgan bo'lsa, sizga atigi 6 sotikgacha bo'lgan joyni egalik huquqini e'tirof etishlari mumkin. Yo'q, viloyat markazi emas bo'lgan joylarda egallagan bo'lsangiz va egallash davri ham 1998-yil 1-iyuldan keyin 2018-yil 1-maydan oldin bo'lsa, 12 sotikgacha bo'lgan yer maydoni egalik huquqi e'tirof etiladi. Endi 98-yil 1-iyuldan oldin egallagan bo'lsangiz, sizga 24 sotikgacha bo'lgan joy respublikaning har qanday hududida joylashingizdan qat'iy nazar e'tirof etilishligi mumkin. Shunda ham savol tug'ilishi mumkin. 50, 30 yoki undan ham ko'p joyni egallab olgan bo'lsam, qolganlar nima bo'ladi? Auksionga chiqib ketadi deyishingiz mumkin. Qonunda bu savolga ham javob berib ketilgan. Agarda e'tirof etilishi kerak bo'lgan yer maydonining chegaralari ko'p bo'lsa va ushbu yer maydonni ham sizga biriktirib berish boshqa bir fuqarolarning manfaatlarini buzmasa, ya'ni nizom mavjud bo'lmasa, ushbu yerni ham sizga biriktirib berishlari mumkin. Faqatgina tomorqa va dehqon xo'jalik sifatida. Shu kabi savollaringiz bo'lsa, albatta video izohlarida yozib qoldiring yoki shunchaki savol so'zini qoldirsangiz ham bo'ladi.